Chunki bu dunyodan emas masjid. Allohning uyi bu. Mana shunday darajada buyuk bir maskanlar hisoblanadi masjidlar. Muborak joylar hisoblanadi. Muazzaz joylar hisoblanadi. Rasul akram alayhisolatu vassalom marhamat qilib aytadilarki, "Man bana lillahi masjidan banallohu lahu baytan fil jannati." Kim Alloh uchun bu dunyoda bir masjid qursa, Alloh uning uchun oxiratda bir uy qurib beradi, jannatda. Bir rivoyatda qasr deyilgan, qasr qurib beradi. Ulamolarimiz aytadiki, shu hadisdagi masjid degani bizni tasavvurimizdagi xonaqolari bor, bolaxonalari bor, katta yarim gektar, undan oz ko'p joyni egallagan masjid emas. Bitta odam sajda qiladigan bir joy bo'lsa ham masjid deyilaveradi deydi. Bir odamning sajdagohi bo'ladigan yetarli joy masjid hisoblanadi. Masjid degani o'zi sajda qiladigan makon degani. Bir odamni sajdasiga yaraydigan joy masjid bo'laveradi. Mana shu masjidni qurish, uni obod qilish, moddiy jihatdan chiroyli qilish, pokiza tutish ishlari shu qadar ulug'.